Ayblanuvchi bid'atchimiz geotsentrik nazariyani tadqiq qilishda samoviy jismlar yer emas, balki quyosh atrofida aylanish haqidagi qarashlari uchun aybini bo'yniga oladimi? Ha, bo'ynimga olaman. Tergov ayblanuvchidan shuningdek barcha tegishli hujjatlarni oshkor qilish va yo'q qilish talab qilinadi. Tushundim. Ayblanuvchini o'qishdagi muvaffaqiyatlari va xulqiy inobatga olinib, agar u bizni talablarimizga rozi bo'lsa, cherkov universitetga kirishga ruxsat berishga tayyor. Siz ushbu hujjatni qabul qilasizmi? Endi esa qarashlaringizdan voz keching. Qarashlaringizdan voz keching. Men geliotsentrizmga ishonaman. Uni niyat qildingmi? Bunaqa tanlov bizni ta'limotimizga qarshi-ku. Oxiratda sana dahshatli qismat kutmoqda. Oxirat nima ekanligini hech kim bilmaydi. Biz mavjud bo'lganimizda o'lim va o'lim mavjud bo'lganida biz yo'q bo'lamiz. Aslida jannat yo'q va o'lim oxiratdir. Bu dunyodan umidim uzganman. Boshidanoq taslim bo'lsang og'rig'i kamroq bo'ladi. To'g'rirog'i, hayotimda hech qachon rohatlana oladigan narsam bo'lmagan. Baxtli bo'lish mumkin bo'lgan yagona insonlar imtiyoz bilan tug'ilganlar va tanlanganlardir. Taqdir sana tanlamagan bo'lsa, baxtli bo'lishga urinishni ham foydasi yo'q. Bizning dunyomiz kasal, shuning uchun ham yagona umid osmondadir.